Assalomu alaykum barcha do'stlar. Hammalaringga bugungi kun yaxshi kun olib kelsin. Subhanalloh. Mana Tayloq mahallada chiqib ketyapmiz. Tayloq mahalla. Yo'llarni ko'rib turibsizlarmi? Asfalt o'yilib yama bo'lib ketgan. Taksilar yo'q bu yerda. Avtobus yo'q. Ilgari oldin Soyuz paytida Boka, Qarabog', Jambul, Ilich, Do'stlik, hozirgi Do'stlik. Keyin bu yerda Qolg'ansir degan joyi bor. Qirg'izovul deb avrati. Mana shu ko'rib turgan Tayloq mahalla. Keyin Xudoyqul, ilgari Soyuz paytda 6-otdel deyiladi. Hozir katta Qolg'ansir deb aytiladi. O'sha yergacha liniya bo'lgan. Liniya avtobus yurgan. Hozirgi kunda avtobus yo'q. Mana yo'l sharoitini, ahvolini ko'rib turibsizlar. Yo'llar yomon. Bu liniyadan avtobus yurmaydi ham, taksilarda naryoqdan Boka, Bo'ston, bu yoqqa 2-otdeleniya, zona, naryoqda Olmosovul bor. Bu yoqda Ukubay keyin yerdan Perikroskadan kirib keladi. O'sha yerdan yoq qarab Perikroska deyiladi. Zona tarafdan kelganda naryoqqa qarab Xudoyqul, bu yoq qarab Tayloq mahallasi, Ilichga, Do'stlikka ketadi. To'g'riga Kreml Alxajarga ketadi. Hozirgi nomi Qut'ali deyiladi. Kreml o'sha yoqqa qarab ketiladi. Mana yo'l kiralarni ko'tarib tashlagan, ko'tarib o'rgan cherishur. Qo'yliq bilan Bokani pitagiga, Bokadagi Qo'yliqni pitagidan Qo'yliqni mostigacha marshrutkalar, Damaslar, Istana, Gazellar. Bular 10 ming. Parlab borsam mayli, shu gaz yo'q paytda 15 ming. Shunaqa qildi. Qo'yliq Bokani teng yarmi mana shu Tayloq mahalla. 25 uzoq bilan parlab borsan 26 kilometr chiqadi. Mana shu yerga yo'llarni tuzatmaysizlarmi deb bir taksist menga gapirdi. Shunda aytdim. Mana yo'llarni tuzatiladi hali, subhanalloh deb. Mana tuzatildi. Yana nima kerak dedim. Gaz ko'tariladi, gazda deydi. Sizlarni uylaringga olib borib qo'yapmiz-ku deb aytayapti-da. Aytiladi shunday. Men unga aytganman. Sizlarni birov taksi qilib qo'ymagan. Chidasanglar o'tirib haydanglar deganman. Mana shu yo'l kirani qimmat bo'lgani uchun mana shu yerdan Tayloq mahalladan Ilichga, Do'stlik mahallaga 6 kilometr joyga men peshkom hozir velosipedda ketyapman, borib qatnayman. Ko'pchiligi shu yerdan qatnaydi. Mana Qirg'izovul ichkarida. Mana bu yerdan keyin mana oldinda yana Qolg'ansir degan joy bor. Chavlisoy deyiladi.
o'sha yerdagilar ham peshkom turadi. Peshkom yurib boradi, ostanovkada turadi. Mashina chiqsa, minadi, bo'lmasam to'xtasa, to'xtamasan yo'q. Yo'q, mashinada bo'lmasan peshkom Ilishga do'stlikka chiqib boriladi. Mana qaranglar ahvolini. Ko'rganlar bo'lsa, mana shuni prezidentimiz ham ko'radi-ku baribir. Subhanalloh, hurmatli prezidentimiz mana shu yo'llarni ko'rib, bu yo'l hech kimning nazarida turmaydi, bu nazardan chiqib ketadi ko'pchilikda. Ana shunday. Bu yerga hech kim qaramaydi. Bo'ka Bo'ston, nariyog'i zona Ukubay, Qudayqul, keyin Tayloq mahalladan kirib kelinadi. Mana shu Tayloqda bergi bu burchagiga, keyin Qirg'iz ovuldi pavrotiga, keyin 15 ming. Keyin mana Qolg'ansir deyiladimi, Chavlisoy. Ana shu yerga olib kirib tashlash shu o'zi 20 ming. Boyagi Qirg'iz ovul deyiladi, boyagi nima Qatortol mahallasiga 18 ming olib kiryapti. Qaranglar. Tasavvur qilinglar, xalq, qora xalq o'tiribdi o'sha yerda, shu yerda. Yerdan supurib olmayapti-ku pulni. To'g'rimi? Mana shuni inobatga olib, mana shu hurmatli prezidentimiz subhanalloh shularni nazarga olib, mikroavtobus mana shu yo'lga bir avtobus qo'yib bersa, yo'llarni tuzattirib, keyin nimaga Bo'stondan Bo'ka Bo'ston Alhajargacha 10 ming so'm yo'l kirani qilib qo'ysan, ana shunday qilib qo'ysan yaxshi. Mana shu Bo'kadan Bo'ka Qarabog', Jambul, boyagi Do'stlik, Ilich. Mana Qolg'ansir, O'lja deyiladi mahallaning nomi. Qirg'iz ovuldi pavroti, Tayloq mahalla, Qudayqul. Katta Qolg'ansir Qudayqul degani. Mana shu yergacha 10 ming shu ichkariga olib kirib qo'yishlar. Qo'ydiradigan, shunday qilib qo'yadigan qilib bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Qaranglar, nimaga bu? Sharoitlar yo'q bu yerda. Mana qarang. Yo'l kira qimmat. Yo'llar yama bo'lib yotibdi, buzilib. Ana shuni hisobiga mana qarang. Odamlar peshkom chiqyapti. Men shaxsan o'zim peshkom chiqaman 5-6 kilometrga. Mana yo'llarni qaranglar. Hali ketyapman. Tayloq mahallani o'rtasidan bergi bo'chekkasidan boshlab syomkani boshlayapman. O'shani men qarab o'chirganim yo'q. Subhanalloh, iloji bo'lsa o'chirmaslikka harakat qilaman, subhanalloh. Mana Jing'ilsoy deyiladi. Jing'ilsoy. Keyin